Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligiga oid qarashlar mavzusi bilan tanishamiz. Kompetentlik nima? Kompetentlik bu ingliz tilidan olingan bo'lib, kompetens, qobiliyat, faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish hisoblanadi. Kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi murakkab jarayonlarda, noaniq vazifalarni bajarishda, bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda, kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda yuzaga keladi. Kasbiy kompetentlikning negizida quyidagi sifatlar aks etadi: ekstremal kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik. Ijtimoiy kompetentlik bu ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish, ko'nikma malakalarga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish jarayoni hisoblanadi. Maxsus kompetentlik kasbiy pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish hisoblanadi. Ekstremal kompetentlik favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqanda, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik hisoblanadi. Bir qator tadqiqotlarda bevosita pedagogga xos kasbiy kompetentlik va uning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Ana shunday tadqiqotlar sirasiga Markova va Nazarovalar tomonidan olib borilgan izlanishlarni kiritish mumkin. Markova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pedagogning kasbiy kompetentligi quyidagi tarkibiy asoslardan iborat ekanligi bayon qilingan. Maxsus yoki kasbiy kompetentlik kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish, ijtimoiy kompetentlik qo'shimcha faoliyatni hamkorlikda tashkil etish, shaxsiy kompetentlik o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini namoyon etish, individual kompetentlik o'z-o'zini boshqarish, kasbiy rivojlanish va yangiliklar yaratish hisoblanadi. Shishov tomonidan kompetentlikning quyidagi ta'riflari keltirilgan: o'qish, o'rganish tufayli egallagan bilimlar, tajriba, qadriyatlar va moyilliklarga asoslangan umumiy layoqatlilik, bilim va vaziyatlar o'rtasidagi aloqani o'rnata bilish qobiliyati, muammoga mos keladigan hal etish yo'lini topish. Kompetentlik deb aytish uchun biron bir vaziyatga namoyon etilgan taqdirdagina joiz bo'ladi. Namoyon etilmagan kompetentlik bu kompetentlik emas, yashirin imkoniyatlar bo'lib qolsa ham katta gap. Shu kabi fikrlarni keltirib o'tgan Dolgova va Simonov va boshqalarning fikricha, kompetentlik olingan bilimlarga asoslangan holda harakat qila olish demakdir. Namunalarga o'xshash harakatlarni ko'zda tutadigan bilim, ko'nikma, malakalardan farqli o'laroq kompetentlik universal bilimlarga asoslangan holda mustaqil faoliyat tajribasini nazarda tutadi. Bashevning ta'kidlashicha, kompetentliklar insonning individual qobiliyati bo'lib, ular shart-sharoit o'zgargan paytda ushbu qobiliyatning boshqa shart-sharoitlarga ko'cha olishida namoyon bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.